Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken 1-iyul o'tkazilgan 2021-yillik odam atkazchiligi dokladini e'lon qilish yig'iniga qatnashib, Uyg'ur masalasini qayta ta'kidladi. U ba'zi davlatlarning, bo'libmi Xitoyning odam atkazchiligi jinoyatini qo'llayotgan davlat ekanligini alohida ta'kidlab mundaq dedi. Biz Sharqi Turkiston rayonida bo'lgan ishlarni doklad qilgan edik. Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonning har qaysi joylariga 1200 dak lager qurib, 1 milliondan ko'p insonni qamadi. Qamalganlarning ko'pinchisi qiyin-qistoq va jinsiy qo'rliqlarga uchirdi. Ular yana kiyim-kechak, elektronlik mahsulotlar, quyosh energiyasi uskunlari va dehqonchilik mahsulotlari ishlab chiqarishga selindi. Bu usullar bu yilgi dokladda o'rin olgan eng og'ir kishilik huquq tafsirchiligi qilmishidir. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Yinbin buningga inkos qaytarib, Amerikani Xitoyni haqorat qildi va ichki ishlarga aralashdi deb aytildi. Angliyaning poytaxti Londonda Sharqi Turkistonlik faoliyatchilar va kishilik huquq qo'g'dovchilari 7-oyning 1-kuni Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi munosabati bilan Xitoyning Sharqi Turkistondagi zulm, assimilyatsiya va irqiy qirg'inchilik harakatlariga qarshi namoyish o'tkazdi. 7-oyning 1-kuni Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi xotirlandi. Xitoy hukumati bu faoliyatni dunyo uchun zo'r g'alaba deb tabriklamoqchi bo'lgan paytda 21-asrdagi eng cho'ng irqiy qirg'inchilikning ta'siriga uchragan Sharqi Turkistonliklar Xitoyning Londondagi bosh elchixonasi oldiga yig'ildi. Namoyishchilar irqiy qirg'inchilik to'xtasin, irqiy qirg'inchilikqa yo'q va Uyg'urlar bilan birga bo'lamiz degan xatlar yozilgan lozunkalarni ko'tardi. Shvetsiyaning dunyoga donliq tayyor kiyim-kechak shirkati H&M Beyjingning boyqut qilish nishoniga aylangandan keyin uning Xitoydagi setilish miqdori tuvanladi. H&M shirkati Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni lagerlarga qamaganligi va majburiy emgakka solganligi sababli rayondagi paxta ishlab chiqaruvchilar bilan bo'lgan aloqasini uzganligini jakarlagan edi. Shuningdek keyin bu shirkat Xitoy iste'molchilarining ijtimoiy aloqa to'g'rida qo'zg'agan boyqut qilish faoliyatlarining nishoniga aylandi. Faoliyatga qatnashgan bir qism iste'molchilar bu markaning Xitoydan ayrilishini umid qildi. Bu shirkatning eng chong ta'minlovchilarining biri bo'lgan Xitoy parcha setish korpusining setish summasining taxminan 5% egallaydi. Lekin Xitoy virusining ta'siri pasaygan bir ahvolda foydasini oshirishni planlayotgan shirkatning Xitoydagi setilishi selishtirganda 23% tevanlagan. Boyqutning H&M'ga ta'sir qilganligini his qilgan bosh ijroiya amaldori Helena Hilmerson Xitoyning vaziyati yanada murakkab, lekin biz ilgari aytganlarimizda turimiz dedi. Amerikaning sobiq tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 1-iyul kuni Twitter uchurida Xitoy Kompartiyasining 100 yilligini baholab, uni qatliam va irqiy qirg'inchilik bilan to'lgan bir asr deb sifatladi. U mundaq degan: Xitoy Kompartiyasining 100 yilligi zo'r ko'lamli qatliamlar va irqiy qirg'inchilik bilan to'lgan bir asrdir. Hech qanday bir siyosiy partiya Xitoy Kompartiyasidagi jiq odamning jiniga zomin bo'lib boqqan emas. Xitoy Kompartiyasi 1-iyul kuni o'zining qurilishining 100 yilligini Beyjingda zo'r dog'dug'i bilan kutib olgan edi. Xitoy davlat raisi Xi Jinping shu kundagi nutqida biz azaldan boshqalarni bo'g'za qilmagan, zulm qilmagan va qul qilmagan deb so'zlagan. Amerika Diniy erkinlik komitetining muavin raisi Nuri Turkelmo Xi Jinpingning so'ziga inkos qaytarib, natsistlar davridan beri ko'rilib boqmagan eng cho'ng jazo lagerlarini yo'lga qo'ygan va shundaqla Uyg'urlarni zavodlarda va qorashtirish liniyalarida qul qilayotgan Xi Jinpingning bundoq yolg'on so'zlishi to'limi kulgulik degan. Amerika ovozining xabarda bildirishicha, 30-iyun Amerika Avam palatasi Xitoyga umumyuzlik qarshi turish haqidagi bir qonun loyihasiga qarab chiqqan bo'lib, mazkur qonun loyihasida Uyg'urlarning Amerikada panohlik tilishiga osonlik yaratib berish o'tirg'i qo'yilgan. Xabarda aytilishicha, Amerika Avam palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Gregory Meeks bu yil may oyida Amerikaning dunyodagi rahbarlik o'rni va ahdisi qonuni nomli qonun loyihasini o'tirg'i qo'ygan. Meeks chorshanba kuni tushdan keyin o'tkazilgan munozara yig'inida mazkur qonunning doirasini kishilik huquqi munosabatlik masalalarga kengaytirish kerakligini o'tirg'i qo'ygan. Meeks bu haqda to'xtalib, bu Amerika parlamentida o'tirg'i qo'yilgan Uyg'urlarni qo'g'dash masalasidagi eng muhim qonun loyihasi degan.